Danmaz, Ömer danmaz. İşengen dostları danmaz. Süyengen tağı danmaz. Allah'tan rızık. Jest trzymaj desku, tak trzymam. Ah, coba. Berapa alasan? Sedikitnya kini itu. Ah, Pesan lima. ajar berapa? Ah, Kita ingat sih soal mana? Oh, saya sama bicara nanti lah, boleh masuk. Bisa ada awas apa itu? Kim? On 9 yıldan beri işleyiz tamam. Tam da içine. Mana shu bizlarda olish kerak mana shu. Mana shu shaxmat bezani shular. Mana shuni menda massaj qilgan odamlar kayf qiladi-ku. Mana shu kayf qilgan bezani shu. Olish kerak. İsmi tandırdı yo uncha yemeysizmi? Birinchi o'zim yeyman, keyin mendan qolgan edi odamlar.
Bunu ko'rishim qanday bo'ladi? Ne? Bunu ko'rishimiz kerakmi? To'g'ri. Eng yaxshi ko'rgan joyi qaysi sizda? Shu tandirda. Buni aytmayman, sir bu. Hamma shaharni yeb qoladi. Keyin so'rab Ha, qo'yasiz. o'zimga qolmay qoladi keyin. Eng ko'p qancha tandir yapgansiz, pishirgansiz bir yilda? Ya'ni bir kunda. 33 ta qo'yib pishirganman. Bir kunda. Bir kunda. Qo'zi 33 ta qo'yib pishirganman. Nima uchun bu kasbni tanlagansiz? Ovqatni yaxshi ko'raman. Go'shtni yaxshi ko'raman. Aynan qo'y go'shtini yaxshi ko'raman. Keyin sarka go'shtini yaxshi ko'raman. Ikkovi ham bo'lmasa keyin mol go'shti yeyveraman. Qancha vaqt o'rgangansiz uni? Ustozim bir marta ko'rsatgan. Bitta qo'ydan mana shunday men olib kelib, ikki bo'lib, tilib, marokka qilib, o'zimda tandirga yog' qo'yib, olib borib bosib, falon paytda olasan deb ketgan, ana shunday qilib ketganman. Bir marta ko'rganman. Tandirda ko'p yeb qo'ysa, nima yeyish kerak keyin? Hazm qilish uchun. Qo'l ichish kerak. Kola. Piyoz yordam bermaydi-ya. Qizil piyoz yeyish kerak. Qizil piyoz bilan yeyish kerak go'sht, tandir go'shti. Qizil piyoz eminda. Iloji boricha. Yaxshi hazm qiladi. Iloji bo'lsa olma yeganda tishlab yeyish kerak. Butunlay, ha? Ha. Qo'ldan kesada, har kim qo'ldan kelmaydi. Sizga ham o'rgatasizmi bu kasbni? Farzandlarim, hatto xotinim ham hammasi tanir. Hammasi tandirchi. Hammasi. Yaxshi ko'rami kasbni? Albatta. Aytganman, ota kasbni qilgan xor bo'lmaydi. Xor qilmagan xor bo'lmaydi. Ota kasbi. Mol go'shtini tandir bo'ladimi, yo'qmi? Bo'ladi, bo'ladi. Qanaqa tandir bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Lekin qanaqa go'shtiga bog'liq. Buni ayt. Bu oddiy suv emas. Dam suv bu. Damlab qo'ygansizda, duo o'qigansiz. Shifo bo'lsin deymiz-da odam yeganlarga. Buni ichida filtravasi bor. Chesnok bor, chesnok. 33 ta qo'zichoqni o'zingiz pishirgansiz yo komanda bo'lgansizlar? O'zim. Yo, oilamni, kampirim bilan. Ayni. Bir kunda 30 ta qo'zichoqni maydalab, pishirib, bir xalta pul ketganman. Kechqurun uyga. Shunda nima his qilgansiz? Kelganman puldan. Kuchini sezganman. Bez priprava ham pishirsa bo'ladimi tandirni? Bo'ladi. Bo'ladi. Pripravlar mazza beradi-da shunisi bor. Archa, biz archa bo'lmaydi tandir. Hamma narsa bo'lsa ham archa bo'lishi kerak, ha? Archa bilan tuz bo'lsa bo'ldi. Archa tuz bo'ldi. Qaroqchilar ovqati bu. Qaroqchilar ovqati. Ular qaroqchilar qilib kelganda, o'g'li qilib kelganda, kechqurun yerni kovlab, olovda yoqib, qo'ydi bosib, yana o'rga chiqib ketgan. Qaytib hidi chiqmasin deb ko'mib ketganda, mana ustini tuproqlar yopib ketgan, loylar sho'p ketgan. Ana keyin shunda tandir paydo bo'lgan. Bu asli o'g'irladi ovqat.
Eng katta orzuyingiz nima? Aytaysizmi? Orzularim, ohular, seni ketding, asta-asta degan qo'shiq bor. Orzuyimiz nima? Jannatda. Bu dunyodagi narsa qolib ketadi hammasi. Bizga musulmonlarga jannat kerak. Alloh taoloning yuzini ko'rmoq kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lmoq kerak. Ana buni orzulaydi. Gitar olish kerak, katta bilish kerak emas. Yetar uy qurish kerak emas. Bu ham kerak. Lekin javob og'irroq bo'ladi-da. Bu yaptığım boşluk mu? Müzik oluyor mu? 600 bin olsa yapın. Ama olsun lan ha. Vakti bırakır. Korkma mı? Nesli alıp koyuyoruz. Oyumuz nesli algen. Benim kadar. Ben de ha. Bundan mı kaydırız? Ha, özge hoş kesir verdin ha? Maşallah. Ana. Hem pişiz doğru adam bedel olan ha. Yüce katkılar polis garda katkı alıyor ha. Yatta polis pişen ha. Slasma. Kaskanda ellerinde amcalarımız. Aa, bu tavuk gel. Dövün nasıl varlar için tavuk ha? Dövün. Kaskanda yok. Coba lekin qaysi bo'lagini siz ko'proq yaxshi ko'rishingizni aytmadingiz. Bo'lsa kesayapman. Qani kelsa faqat shu yerni so'raydi. Nima deydi? Bu başkalarını anlatacaksın. Bu atraf çıkmaz. Yaslab, asla o'tib kechgasin. Bunun için bir yerden zaten onu altından köpeğe de var. Kesip taşardı. Bu atlar oyagi. Bu kıdı ucunda ha. Mesela. Bismillahirrahmanirrahim. Bu oldu. Şimdi ben göç bilen bir yarım saat kadar yaşamız mı? Vallahi götürmüyorsun. Yok. 19 yıl yaptı. 19 yıldan kam bitemez. 19 yıl stajım ödüyor. 19 yıldan gene 55 yaptım ben. Baba göster kolay. Bu adam benim çok... Oh maşallah. 30 yıldan var. Bak buna kadar bakalım. Ben azim arkadaşlar. Şurada malam olmalı mı? Alo. Anlat lan usta. Bakın bu kadar Lekin farqi bor, qozonda pishirgan bilan. Katta farq. Ovqatni shirin bo'ladi. Bu dagdagi sho'rvasi. Sho'rbasi. Sho'rvasi qildim mana. Çünkü hammasi shunda. Pishadigan chiqib kerak.